metandan mashina. Sidini yopishtirib qo'yapti-ku. Shashni tushunmaymiz. Ha, yurishga gap yo'q lekin. Men benzinda yuribdi shekilli deb o'yladim hali. Ha, ya. Ha, gaz. Yana turibdi gaz. Bossangiz benzinga o'tadi. Yo'q, ama gap yo'q lekin. Menga katta tezlik kerak edi, bunda oz bilolmayapman. Bitta joyini ko'rib olishim kerak. Siz o'zi 170-180 ga chiqasizmi? 180 ga chiqmadim, endi uzog'i shu 145 haydadim-da. Benzinda. Benzinda 92. Reduktorda ham Aybani o'zini, shu firmani o'zinikini qo'ydirib qo'yaverdik. Endi u boshqa narsa. Katta tezlikda ham chotga yetkazib beradi. Aka, ishoning, propanda ham mashinalar bunaqa yurgani yo'q hozir, ko'pi. Siltalab tashlayapti propanda o'zida ham. Ko'pchilik noto'g'ri komplekt qo'yib qo'yapti-da. Endi metanni aytmasangiz ham bo'laveradi. Ko'pchilik dardi ichida. Metanni qo'yib oldi. Propanda ham вообще muammosi ko'p. Masalan, tem bo'lib propanda bu mashinalar zo'r chiqishadi-da. Hozir metaningizdan yaxshi chiqishadi bu motor aslida. Shunday. Bu 48 Aybani 48 bor ekan, 48 OBD deganisi bor ekan. OBD'si. Shu eng kuchlisi shu. Endi shu OBD alohida funksiyami u qandaydir? Ha, u mashinani to'liq korreksiya analiz qilib beradi. O'tib ketamizmi? Avgollarda ham o'zini yaxshi tutyapti-yu. Оборот zo'r lekin. Tezlikni chiqarib ko'ramiz, xudo xolasa, qani nechiga chiqar ekan metanda. Chiqarish kerak, mashina ko'plik qilyapti, to'xtab turamiz shekilli. Test qilib ko'ramiz, hozir mashina gazda. Tovoz chiqdi-da. Ha? Shakmon chiqdi-da. Ha, buni qisib qo'ydi sal. O'tib olamiz endi. Gap yo'q. Вообще zo'r uдар-ku. Gap yo'q lekin. Ammo ketyapti dag'iga ham. Bu to'g'rimi zo'rmasda bir 400 metr oldindan stropka olish kerak-da. Gap yo'q lekin. Ko'tiga tirab bora olmayman-da bunda. 150 ga chiqdi lekin, ha? 160. 160 ga chiqdimi? Mana yerda просто nimani xavfsizlik uchun nima yonib qoldi. Speedometr ham ko'rsatmay qo'ydi yog'ini. Ona qo'rqitmagan. Nima yetmayapti, yo'l yetmayapti. 170 ga chiqdi lekin hozir.
167. Endi chiqdi. Yomon emas lekin shu ham. Siltagan yo'q, ataylab men qanasini yapman aka, mana bitta dapolik bosyapman, gazni qo'yib yubormayapman. Siltasa yoki haligi kuchansa o'sha holatni ko'rsatish uchun. Uyda dadam bilan akam qarshi bo'ldi metan qo'ydirishga. Yo, propan qo'ydirib kelaver dedi. Mayli dedim-da, o'zim xo'p deb qo'ydim. Endi prosta endi ularni oldida odam yuzi yorug' bo'lish kerak-ku. Yaxshi. Borgandan keyin. Mana chotki. Dadam ham akam ham qarshi bo'ldi. Mayli deb qo'ydim endi, lekin bari metan bosib yubordik endi. Endi mana aka metanda yurishdan muammo yo'q. Xudo xolasa. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, propanda gilam bilan bosib qo'yamiz aka. Serios. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Shuni deganlar yozyapti. O'tgan safar ham menimcha aytdik, korreksiya to'plivi satnasheniyasini to'g'rilaysizmi deb ko'pchilik aytyapti. U metan bo'lsa ham u farqi yo'q. Metan, propan hammasini o'sha satnasheniyasini to'g'rilab beramiz. U tomonlama muammo yo'q. Bekorga kompyuterda olib chiqib haydamaymiz. Satnasheniyani ko'rsatib qo'ying, smesheniyasini. Deyli mana hozir mashina qattiq nagruzkada haydadik. Mana dalgasrochni 12 ga berdi. Mana дальний moment o'zi korotka srochni mana qanaqa ishlayapti. Demoqchimiz, o'zi maqsad yurib haydashdan har bitta holatidagi gazni to'g'ri porsiyani to'g'ri ketishini uchun buni qilamiz yurib turib. Bemalol o'qimasa metan qo'ydirsalar ham bo'ladi. Bu sizlarga nima beradi? Motorlaringni umri xuddi benzinda qanaqa ishlasa, почти shunaqa ishlab beraveradi. Nimaga? Korreksiya to'g'ri bo'lgandan keyin qizish motorda ko'payib ketmaydi. Kuchanmaydi ortiqcha. Qisqasi xuddi benzindaqa xizmat qilib beradi. Qisqasi hozirgi qanaqadir bir ximikatlar bilan chiqarilgan bir haqiqiy neftdan emasda u benzinlar. U benzinlardan ko'ra chem o'zimizning prirodniy gazimiz ancha ishonchli. Men 100% ishonaman, hozirgi benzinlardan bu mana shu metan ancha ishonchli. Faqat buni to'g'ri korreksiya qilib, chotga joy-joyiga qo'yib qo'yilsa bo'ldi, muammo yo'q u tomonlama. Hozir mana akam bilan haydab tekshirdim, men endi o'zim haydab ko'ryapman. Oldingilarda ham bir tekshirgandim, bu yangi hozir reduktor bilan qo'yganim uchun yana bitta o'zim haydab ko'ryapman. Hozir qotib tezlikda ham mashina o'zini hech qanaqa yo'qotgani yo'q. Propanda zo'r yuribman, boshqa komplekt, bu endi bu emas, boshqa komplekt qo'ydirganlar bilan agar qiziquvchilar bo'lsa, 0 dan xohlasa 100 ga, xohlasa 200 gacha test qilib drive qilib tekshirib ko'rishimiz mumkin agar interes bo'lsa. Nima demoqchiman? O'ta idealni yuribdi, metanda ham muammo yo'q, haqiqatda muammo yo'q. Shunday. Qotib tezlikda ham, kichkinasida ham hech qanaqa muammo yo'q. Ayniqsa avgonlarga chiqishda ham mashina ular mana avgon kerak bo'lsa mana belga chiqamiz mana. Avgon zo'r. Oborot zo'r. Siltalab, o'ylanib hech qanaqa nima bo'lmaydi. Past mana benzinda aka, bilasizmi? Shunday. Sideniyaga yopishib qolyapman-da mana. Savol berdingiz-ku, benzinda ketmayapsizmi deb. Shunday. Men alini boshida benzinda yuryapmiz deb o'yladim-da. Mana gaz. Xayol bunaqa. Endi haligi to'g'ri, ko'pchilik katta tezlikka chiqmasligi mumkin. Lekin avgon baribir hammada bo'ladi. Men sekin haydaydigan odamda ham joyi keladi. Mana hozir bu mashinadan o'tib olish kerak bo'ladi, iloji yo'q. Streshli mashinalar borda. Ayni va mashina ko'p, dvijeniya ko'p. Kecha Jizzaxlik akalar kelgan ekan. Xo'p, mana ko'rdilaring, trekerimiz yurishlarini. Xo'p, xudo xohlasa zo'r. Bunga ham o'sha har doim zapchas babda ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik nima qo'yasan, qanaqa deydi, o'sha AEB M48 OBD, Panda AEB-niki, I+ o'sha reduktor ham AEB-ni o'ziniki. O'sha suvlar har doimgidek pechkadan olingan. Endi ustanovka iloji boricha chiroyli, akkuratli qilib berildi. Balon o'sha 3 ta 30 talik qo'yildi. Hozir narsalarni yuklab olish kerak ekan, ko'rsatilmadi. Ko'rinmasa ham agar kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mana G'ulom aka. Haydab qoldingiz aka. Haydab keldik, mana Jizzaxdan ataylab G'alloroldansiz aka. Keldingiz aka, mana erinmasdan. Endi haligi tushuntirib o'tyapmiz. Ko'pchilik balki yolg'on deb tuyular, lekin xudo xolasa metanda yurish ham xuddi propandaqa yuribdi. Agar samveniya qilganlar bo'lsa, bitta yurib ko'rishlar ham mumkin. Nima deydi aka, o'zingiz azizingiz mana hozir haydab ko'rdik. O'zim zo'r, oborot 170 tezlikka chiqdi. O'zim yoningizda o'tirdim. Shu
Gaz bergan vaqt sideniyaga shu yopishib, bu qanaqa siltash sezmadingizmi? yo'q, siltalash shunaqa holatlar bo'lgan edi, to'g'ri. Ko'pchilikda bo'lib turgan muammo siltalashda. Siltalash nimaga u siltalaydi? Aytib o'tib ketaylik. Gaz toshni kirib bormaydi o'sha paytda. Yo buni injektor yaxshi kirgizmaydi, yo reduktor davleni tushirib yuboradi, yo kompyuter o'sha paytda to'g'ri taqsimot qila olmaydi. Sizlar katta oborotda taqsimot qilasizlar, o'sha holatlarni sizlar bergandaqa, masalan, ustalar o'zi ham sizlar aytgandaqa hech qachon kompyuterlar ishlamaydi. Haqiqiy original bilan ishlaydiganlar buni farqiga boradi. Xudo xolasa, mana akam ham erinmasdan kelishdi, mana o'zlari ham atziflari birga endi haydab ko'rdim, men o'zim haydadim. Akam ham xudo xolasa xursandsiz aka? Yo'q, gap yo'q. Masalan, ikkilanib deyishdi, propan metan qaysini qo'yadi? Metan qo'yganlariga yarasha xudo xolasa Xudoga chotki. Endi kilometrini video qo'yganimizda ungacha 2-3 ta zapravka yurib qo'ysangiz kerak, video joylaganimizcha, bitta kommentariyasiga yozib qo'yasiz, qancha yuryapti, qanaqa atzifini, ko'pchilikga qiziq. Bo'ldi. O'sha G'ulom akam o'zlarining profillaridan yozib qo'yishadi, bu xolis. Savollar bo'lsa, javob berib qo'yaverasiz. Ko'pchilik yozadi. Xo'p, shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, muammo yo'q. Bitta mana Equinox qo'yilyapti, bu ham yangi motor, buni menimcha obzor qilganmiz, buni o'tirish shart emas. Xudo xolasa, qanaqa xizmatlar bo'lsa, metan propan yoqilg'i bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib ishlayni bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar.